pul energiyasi relsimni davom ettiraman. To'g'ri, bu biz uchun pulning bu darajada o'zgarishi, mohiyatini o'zgartirishi, manbalar o'zgarishi bu tushunarsiz bo'lishi mumkin, ammo bu davr talabi. Qanchalik biz shu narsaga tayyor bo'lsak, shunchalik yutamiz. Ya'ni insondan yana oldingi gaplarimdagi gibkost talab etiladi, suvdek bo'lishimiz talab etiladi. Shunchalik sifrovoy tizim jamiyatni shunchalik o'zgartirib yuboradiki, o'sha pul mohiyati o'zgargandan keyin pul ko'proq kreativnostni qo'llab-quvvatlash boshlaydi. O'sha bezumniy ideyalarni, atrof muhitni o'zgarib ketishiga olib keladi. Ya'ni til ojiz darajada pulni boshqarib bo'lmay qoladi. Oldindan pul boshqarib bo'linmagan. Qisman harakat qilishgan boshqarishga. Lekin уже elektron tarzda rivojlanib ketgandan keyin sifrovoy tizim, tем более sun'iy intellekt davri boshlanyapti. Sun'iy intellekt inson bilan tengma-teng raqobatlashib, bora-bora barcha sohani sun'iy intellekt egallab oladi, barcha kasblarni. Hozirning o'zida 30 ta kasb egasi e'lon qilingan. Buni o'rnini sun'iy intellekt egallab, deyarli 30 xil kasb egasi ishsiz qoladi. Shundan kelib chiqqan holatda mana sun'iy intellekt ham aqlga sig'mas darajada, to'g'rimi? O'zgarish. Pul energiyasining mohiyati ham xuddi shunaqa o'zgarishga uchraydi. Ya'ni biz bilgan-bilmagan istochniklardan o'sha kreativnost, ideynost, bezumniy ideynost orqali pullar kelishni boshlaydi. Pul shu energiyani qo'llab-quvvatlashni boshlaydi. Uni tasvirlab berish qiyin u narsani. Kelajakda, mana yaqin kelajakdek bo'ladigan voqealar. Bu aqlimizga sig'maydi aslida. Lekin biz shu narsaga tayyor bo'lishimiz kerak, gibki bo'lishimiz kerak. Chunki oldin pulga qaramlik nuqtai nazaridan ehtiyoj juda kerak bir omil sifatida qaralgan bo'lsa, bu duxovniy o'sgan insonlar uchun pul muhim emasda уже. Qanchalik siz bu urovendasiz, mana kredit, qarzdorlikka hammasi yopilib ketadi. Chunki qarz olmay qo'yadi odamlar. Chunki boriga qanoat qilib yashashga o'rganadi. Duxovniy o'sadi insonlar. Qalbni o'stiradi, qalbni Allohga ochishga boshlaydi. Birinchi o'rinda потребительский ehtiyoj, потребительский munosabatlar emas, balki o'sha ma'naviy munosabatlar yuzaga chiqadi. Потребительский munosabatlar tugaydi. Va o'sha noaniq manbalar yuzaga kelishi mumkin, g'ayrioddiy hodisalar bo'lishi mumkin. Bular hammasi pul energiyasining mohiyatidir. Bizdan talab etiladigan bitta narsa, tayyor bo'lishimiz kerak xolos. Gibki bo'lishimiz kerak xolos.